Mana zo'rlarga loyiqsan o'g'lim. Rahmat. Alo. Ado, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Qaysi nomada bo'lsan? Ha, so'rab turdim-da. Gapim bor edi sizda. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Alo. Siz menga tafakkur maktabida o'qish uchun sharoit qilib berganingiz uchun rahmat deyman. Sizni yaxshi ko'raman. Voy jonim. Ana yaxshi ko'raman. Yaxshi o'qisang bo'ldi. Ha. Mana yaxshi ko'raman. Alo. Alo. Alo, Akbar. assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Men Aslanman. Farzandim. Voy, men sizga bitta gapim bor edi. Tinchlik bolam. Tinchlik. Men sizni yaxshi ko'raman. Shu maktabda o'qitayotganingiz uchun dadam bilan. Doim vaqtingiz sog'ib yuringlar, yuzlarga kirib yuringlar. Rahmat bolam. Bizni sen bizani qanaqa yaxshi ko'rsang, o'shandan million barobar ko'proq biz seni yaxshi ko'ramiz. Vajindan ham ko'p nodir. Sanoqli yetmaydi. Maktabda o'qitayotganimiz bu hech narsani nima qilmaysan, undan ham zo'rlarga loyiqsan o'g'lim. Алло, Да. здравствуйте, мам. Да, привет, дочка. Я позвонила вам, чтобы вас поблагодарить за то, что я учусь в школе Тафаккур. Спасибо вам за все, что вы сделали мне. И с радостью буду делать. Спасибо тебе тоже, я тебя люблю. Я вас очень люблю, мам. Majum, men sizni yaxshi ko'raman. Siz meni mana shunaqa maktabga o'qitayotganingiz uchun rahmat. Men yaxshi ko'raman seni bacham. Aha. Rahmat sizga. Shunaqa meni maktablarga o'qitayotganingiz uchun. Sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, ana. Vaalaykum assalom. Mehmonxonamisiz? Hava, yaxshimisiz? Yaxshi, nega? Inasha Tafakkur maktabına berganingizga sizga rahmat aytsak edim. Menda zo'r o'qitadilar, shunga telefon aytdim. Voy, assalom. Yaxshimi axir? Hava zo'r. Yaxshi turibman, yaxshi dars o'qitibman. Ko'nglimga ketyapman axir. Hava.